Erangildagi qaysi uyda shunaqa yog'ochdan reshotkasi bo'lsa derazasida, bu sizni qiyin vaziyatdan olib chiqib ketadi. Avtomobilni shu derazani oldiga taqab qo'ying, taqalib tursin. Misol tariqasida birinchi dushman oynadan chiqishingizni kutib turibdi. Ikkinchisi esa eshikdan chiqishingizni kutib turibdi. Uchinchisi esa oynadan yoki eshikdan chiqishingizni kutib turibdi. Agar koktel tashagan bo'lsa uyning ichiga, siz vaziyatdan kelib chiqqan holatda harakatingizni qilasiz. Mana shu uyda derazani oldiga sakrab chiqasiz va taqalib turasiz. Avtomobilga o'tirish knopkasi chiqadi va ustiga bosasiz va quyonda rasmni chizasiz. Dushman kamanda miyasi qisib qoladi bu IQ darajangiz bilan qochganingizni ko'rib. Boshqa uyni rakursdan ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizni mana qarab turibdi. Yana agar shu uyga koktel tashagan bo'lsa, kurgovoy agar yonayotgan bo'lsa, ular o'ylashyapti, hozir chiqadi deb o'ylashadi baribir. Misol tariqasida tushuntirib olmagan bir bor. Mana oynani oldiga borib, taqalib turib sakrab chiqa olasiz. Oynaga taqalib turing, mana knopka chiqib turibdi mana. Diqqat bilan qarang. O'tirasiz, sirpanasiz, yo'q bo'lib qolasiz va yana siz qochasiz. Arablarni bemalol og'ziga shaqir-shuqur, yong'oqni shaqir-shuqurdan beraverasizlar. Siz uchun doim sirlarni o'rgatib boraman. Obuna bo'ling, salomat bo'ling. Qiziqarli ma'lumotlar yoqayotgan bo'lsa kommentariyaga jo'nating.